8 tish 6 tish. Aka chiroyli narx oldi bering. Baraka bo'ldimi? Olganga ham sotganga ham barakasini bersin. Hurmatli obunachilar 5 million 650 ming so'm. 5 million 650 dan bo'ldimi aka? 5 million 700 ming so'mdan. Aka bular bo'g'oz emasmi? Burası. Mana bunisi bo'g'oz, mana bunisi qisirga beraman deyaptilar. Yig'la bittadan like bosib qo'yasizlar. Nech pul bo'ldi aka? 9 million 600 ming so'm bo'ldi. Hurmatli obunachilar. Ya bular egizakchi emasmi? Nech pul bo'ldi? 50 oldi. Yo'q, 2 million 800 ming so'm. Necha oylik aka? Ha, yosh oyligini bilmaysan. Tog'a nech pul bo'ldi qo'chqor? 6 million 600 ming. Necha chicha ekan bu? Endi shakka o'tgan variant ekan. 6 million 600 ming so'm. Ha, buzoqcha nech pul bo'ldi tog'a buzoqcha? 10 million 500. Ay, yaxshi. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrli qo'y, qo'zi, qo'chqor ishqibozlari. Qadrli Saroy Chorva kanalining aziz obunachilari. Hurmatli obunachilar, bugun siz aziz obunachilar uchun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon hayvon bozoriga kelamiz. Akalar, bu Namangandagi katta bozorlardan biri. Hurmatli obunachilar, bu yerga hayvonlarning soni juda ham ko'p chiqadi. Mana bu yog'i oxiri ko'rinmaydigan bozor. Hurmatli obunachilar, videoni o'tkazib yormasdan oxirigacha bittadan like bosib kuzatib tursanglar, xudo xolasa bugungi bozordagi narx-navolarni xudo xolasa siz aziz obunachilar uchun to'liq shaffoflik bilan yoritib berishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, bittadan like bosing. Obuna bo'lmay kuzatayotganlar bitta obuna tugmachasini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa siz aziz obunachilar uchun foydali, manfaatli video qilishga harakat qilamiz. Akalar, bugungi bozorda xudo xolasa video syomkasini boshladik. Bugungi bozorda narx-navolarni to'liq siz aziz obunachilar uchun yoritib beramiz. Akalar, videoni oxirigacha ko'rib turing. Hurmatli obunachilar, mana bozorda boshidan videoni boshlaymiz. Akalar, mana bozorda sariq qo'ylar hammani o'ziga jalb qilib turibdi. Ko'p bular soni nechta ekan? 20 bosh. Nechta qo'chqor, nechta g'otisi? Hammasi qo'chqor ekan, hurmatli obunachilar. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Zotga qo'chqor qidirib yurganmidingiz? Mana zotga bo'ladigan chiroyli zo'r variantlari ekan. Ko'p qo'ylar qayerdaki? Hurmatli obunachilar, Qirg'iziston Beshkekda sariq arashan zotidan boqmoqchimidingiz? Mana sizga Beshkekda sariq arashanlari. Ko'pni zoti arashanmi? Biz Beshkekda arashanlar sotiladi-ku asosan. Narxi nech puldan ekan bularni? Nech puldan nech pulgacha? 7,5, 5, 6,5. 5 milliondan 7,5 milliongacha ekanda. Hurmatli obunachilar, bir qator e'tibor berib qo'yasizlar. Oyoq qo'llari uzun, haqiqiy yemga tayyor zo'r variantlari ekan. Ularning yosh oyligi qanaqa? Chiqarganlari ham bormi? Hurmatli obunachilar, 2 donasi chiqargan ekan. Qolgan bari qo'zi ekan. Hurmatli obunachilar, bittadan like bosib ukamiz nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Mana Qirg'izistonda Beshkekda toza arashanlar. Telefon nomeri nechika? 94lik. 94lik, hop. 926 926 53 55. 53 55. Hurmatli obunachilar, bittadan like bosib shu qo'y haqidagi fikr mulohazalaringizni qoldiringlar. Mana xudo xolasa yerdan balandliklari ham 70 dan u yog'i 90 gacha bor ekan. Bo'y bastlarini bir o'rtasini o'lchab ko'rdilaringmi oldilarini-ku? Necha chiqdi? 90 bor. 90 oldilari 90 ekan. Hurmatli obunachilar, mana kichiklari 75 plus minus qilsangiz bo'ladi. Akalar, ukamizning nomerlariga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa ukamiz bozorga qo'yiladi, sotgani olib chiqqan, xudo xolasa. Telefon qilsalaring ish bitadi. Bundan tashqari ham yana bormi-ku? Bor. Manzil qayerda? Shahidon. To'raqo'rg'on tumani Shahidon. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani shu Shahidon bozori atrofida ekan. Shu Shahidon bozorida arender qilib kelsalaring, xudo xolasa ukamiz telefon nomeriga aloqaga chiqasizlar. Bu yog'iga o'zi olib kirib ketadi. Aloqaga chiqsalaring ish bitadi. Ukamiz savdogar ekan, xudo xolasa ukamiz. Aka, insof bilan narx qo'yamiz, ozgina dumalasa berib yuboramiz deyapti. Hurmatli obunachilar, bozorda ko'rki bo'lib turgan mana sariqlari, zo'rlari. Akalar, hozir buni tarifini berib o'tib Aka, bular soni nechta ekan? Soni 20 dona. 20 bosh. Akalar, bir qator e'tibor berib qo'yinglar, qo'ylar sifati zo'r, xudo xolasa. Aka, bularning yosh oyligi qanaqa ekan? Yosh oyligi 5 oylik. Plus minusda. Hurmatli obunachilar, 5 oy plus minusga xarid qilsangiz bo'ladi. Aka, nech pul deyapsizlar buni? Ularni optimga 4,5 dan kami bor deyapti. 4,5 million so'mdan kami bor. Xo'p. Aka, tanlab olishga qanchadan berasiz?
katta-kattalarni terib olishadi ekan bu. Sallab olishga 4,5 million so'mni oz-oz yutib beramiz. Hammasini bir joyga olsa, unaqa 4,5 emas, YouTube'ga qo'yapsiz. Ularga narxini aytib ko'ring. Xo'p, ayting aka. 4 million 100 ming so'mdan bo'lsa dasturga qilib beraman hamma. 4 million 100 ming so'mdan 5 oylik plus minus sariqladi, arashaladi. Akamiz berib yuboraman deyaptilar. Akamiz nomerlariga aloqaga chiqasizlar. Akamiz manzillari Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. O'sha Optimchilar qishlog'i, Sariq qishlog'ida ekan. Aka, telefon nomeringiz necha? 88 88li, hop. 214 93 93. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqinglar. Akamiz insofli savdogarlardan. Xudo xolasa, Sog'lig'i ham bor buni. Telefon qilish o'zi aloqa. ichida sog'liqlar. Ha, buni ichida emas, uyda. Akalar, ukalar videosini tashlab beraman. bo'ldi. Akalar, ukalar aloqaga chiqinglar. Mana sariq qo'y, arashan boqaman dedingizmi? Mana bo'ladigan zo'rlari, qo'chqorlari bular. Uyda sog'liqlari ham bor deyaptilar. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa ish bitadi. Obunachilar, bozor hududi kengaygan. Shuning uchun bozorda odam sayyorga o'xshayapti. Kamida bir 50 sotix atrofida yer qo'shilgan bozorga. Akalar, mol bozori ham bu tomonga ozgina so'rilgan. Mana bu turgan o'rtadagi temirdan boshlab past qo'y bozor bo'ldi. Tepasi mol bozori ekan. Akalar, mana bu yerda qo'yda sifati zo'rlar. Qoraqsorilar chiqib qoldi. Aka, nech puldan ekan bular? Optimga tanlab olishgan. Optim narxini ayting aka. Optim narxiga bo'ladi 3 million 600 ming so'mdan. 3 million 600 ming so'mdan xayri ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Mana bozordan arzoni chiqdi. Sifat simpatiga bir qator e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Yosh oilaga qanaqa aka bo'lardi? Yosh oilaga 5 oylik ekan pulli. 5 oylik plyusga xarid qilsangiz bo'lar ekan akalar. 6 oylik ham chiqadi. Hurmatli obunachilar, mana bu 6 oylik ham chiqadi deyaptilar. Akamiz 5 oylik deyaptilar, lekin tepasiga kelib ko'ring akalar. Qo'ydi yoshi kichikroq o'xshayapti. Endi men har kungi qo'ylarni ichida yuribman, ko'rib tajribaga suyanib aytyapman, hurmatli obunachilar. 3 million 600 dan Optimga berib yuboraman dedingizmi aka? Yo'q, hurmatli obunachilar, aloqaga chiqinglarchi, bir kelib tepasiga kelib ko'ringlar. 6 oylik plyus deyaptilar. Aka, telefon nomeringiz necha? 94lik. 94lik, hop. 214 214 80 80 60. 60. Yo'q. Aka, bularning yerdan balandligi qancha chiqadi? Nimaga? Yerdan balandligi bo'yi necha deb o'ylaysiz? Yo, o'lchab ko'rmadim. 70 plus minus xarid qilsin. 70 plus minus xarid qilsalar bo'ladi, hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa qo'ydi, sifatiga gap yo'q. Bozorda eng oldi sortlardan bo'lib turibdi akalar. Xudo xolasa olsangiz baraka topadigan sifatli, chiroyli qo'ylar ekan. Akamiz nomerlarga aloqaga chiqinglar. Akamiz savdogar ekanlar. Xudo xolasa. Akamiz bozorda turibdilar, magazinchi emaslar. Aka, tagi seroq bu. Manzil qayerda aka? Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i. Hurmatli obunachilar, Namangan viloyati Tepaqo'rg'on qishlog'idan akamiz savdogar, aloqaga chiqsang ish bitadi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa ko'p yillar bolasini olib yuradigan sog'liqlarni, qo'zilarni zo'rlar chiqib qoldi. Akalar, mana sog'liq qo'y hozirgi kunda ozgina kamyob bo'lib turibdi. Mana xudo xolasa bozordan sog'liq qo'ylarni videosini qilgan chiqqanmiz asosan, hurmatli obunachilar. Hozirgi kunda savdogarlarimiz ham sog'liq qo'ylarning soni kamroq bo'lyapti. Mana bir qo'royi, bir pachka sog'liq qo'ylar, qo'zilar. Aka, bularning yosh oyliklari qanaqa? 4 oy 5 oy. 4 oy 5 oyga xarid qilsangiz bo'ladi. Akalar, mana bir realni gap bo'ldi. Hozir bundan oldingi videodagi ukamiz 6 oylik plyus deyapti. Qo'zilarni ko'rinishidan 4 oy, 3 oyga aytadigan qo'zilarida. Mana bular ulardan o'zi mana 100 tuzilishdan bo'lsa bo'ladi. Kattaroq o'xshab turibdi. Mana buni 4 oy, 5 oy deb akamiz to'g'ri aytyaptilar. Ikkala bittadan like bosib qo'yasizlar. Aka, bu sog'liqlarimizning narxi necha puldan ekan? 700 dan deyapti. 3 million 700 ming so'mdan, hurmatli obunachilar. Akamizning telefon nomerini qoldiramiz. Hozir sog'liq qidirib yurgan tanish bilishlarga jo'natib qo'yinglar. Yoki sog'liq qidiryapsizmi? Telefon qilsalaring, xudo xolasa bozorda turibmiz. Akamiz magazinchi emaslar. Akamiz manzillari Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i. Xudo xolasa akamizning qo'ylarini doim syomkasini qilib boramiz. Insof bilan savdo qiladilar, insof bilan narx qo'yadilar. Aka, telefon nomeringiz necha? 94lik 052 0191. Telefon qilinglar, akamiz xudo xolasa, Xayrini qilib beramiz. xudo xolasa insofli, halollikni foydadan ustun qo'yadigan insonlardan. Hurmatli obunachilar, mana bu sog'liqlarni, mana bu yerda qo'chqorlar ham bor ekan. Aka, qo'chqorlar nech pul deyapsiz? Xuddi shularni qo'chqorlari, ha bular? Ha, shular qo'chqorlar. Qo'chqorlar narxi nech puldan aka?
Zo'rar shular. 3 milyon 700 ming so'mdan kami bor. Bo'ldi. Aka, xudo xolasa Saroy Chorva kanalidan chiqishadi. Xudo xolasa yo'l qo'yib berasiz aka. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqinglar, xudo xolasa. Sifati chiroyli, narmanda qo'chqorchalar. Akalar aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa o'tib beradigan joyda bor. Hurmatli obunachilar, mana bozorda eng oldilari bo'lib turgan, bozorda lider qo'chqorlarni sizlar obunachilar uchun chiqaramiz. Akalar, mana sizga yemga tayyor variantlari. Aka, bular narxi necha puldan ekan? Narxi aka 6 milliondan. Optim olganga 6 million so'mdan. Yosh oilalari qanaqa ekan aka bularni? 11 oylik o'zi arava. Hurmatli obunachilar, bozorda oldi qo'chqorlari bular ekan. Oldilari 2 tish buzgan, shaka chiqqan variantlari. Xo'p, qolganlari 11 oylik, 12 oylik qo'zilar ekan. To'qli variantlari ekan. Akalar bir qator e'tibor berib qo'yinglar, oyoqlari ham zo'r. Dumbalari raketa dumba, beli baquvvat, chiroyli. Haqiqiy yemga tayyor simjun variantlari ekan. Haqiqiy toza soriq qo'ylar ekan. Hammasi simjun, hammasi soriq deyaptilar akalar. Videodan like bosib qo'yasizlar akalar, mana qaranglar, otga o'xshashini. Haqiqiy mana yangi shakka chiqqan variant. Endi ikki tish chiqarib. Hurmatli obunachilar, 6 million so'mdan deyaptilar. Aloqaga chiqinglar, akamiz telefon nomerlarini qolamiz. Akamiz insofli savdogarlar. Akamizda har bozor qo'ylarning video sumkasini chiqaramiz. Xudo xolasa, shuncha inson olib baraka topyapsiz, siz ham baraka topasiz. Akamizning manzillari Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, o'sha optimchilar, o'zimizning qishloq Saroyda. Aka, telefon nomeringiz necha? 99 lik, hop. 192 0048. Hurmatli obunachilar, zotga qo'chqor qidiryapsizmi? Mana bo'ladigan variantlar. Xudo xolasa bular suyak buzgan joydan. Akalar, yem hashagini vaqtida rejimini qilib bersangiz, xudo xolasa har tomonlama o'sadigan, rivojlanadigan qo'chqorlar ekan. Akalar, bittadan like bosib qo'yasizlar, akamiz nomeriga aloqaga chiqsang, xudo xolasa ish bitadi. Hurmatli obunachilar, bozorda liderlar oldi qo'chqorlarni oldiga keldi. Haqiqatan vilgallar ekan qo'chqorlarni. Obunachilar, aka, mana zotga boqaman deyapsizmi? Haqiqiy zotga aytadigan variant ekan. Hop, yana bitta oqlaganni tanlab oladi. 7dan 3ta 7 milliondan so'rayaptilar ekan, tanlab olishgan. 7dan tanlab olishga bor. 71dan so'rang, 71dan tanlab olishga. Akamiz 71dan tanlab olishga deyaptilar, 7dan tanlab olishga deyishyapti. Yana buni bo'yi 90 plus. Jan nech puldan deyapsiz o'zi buni? 7 milliondan 7,5 million so'mga ekan, holatga qarab ekan. Hurmatli obunachilar, bozor juda ajida. Tog'a haqiqatan jadallik bilan yopishdilar shu qo'ylarga. Akalar, bittadan like bosib qo'yasizlar. Ucha telefon nomerlarini bilasanmi? Mana akamiz nomerlarini qoldiraman, katta qo'chqor olaman, zotga qo'chqor olaman deyapsizlarmi? Mana zotga boqadigan, zotga oladigan, sog'liqlaringizga qo'shadigan qo'chqorlarni zo'rlar. Hurmatli obunachilar, mana bo'ladigan qo'zi qo'chqorlarni yaxshilari, zo'rlar. Akalar, bozorga to'g'risiga ko'rik qo'shib turibdi. Akalar, bitta ipga chizib qo'ygandek. Jan, orqasidagilar ham sizlarga qarashlimi? Hurmatli obunachilar, orqasida bu tomonida sal yoshroqlar adashmasin. Ozgina qo'zi ekan bular ham. Mana bular yosh sal kattaroq. Jan, narxi necha puldan ekan bularni? Bir joyga bo'lsa 3,5 million so'mdan berib yuboramiz deyapti. Mana bular alohidami, hammasi ketadimi? Hammasi ketadi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, mana sizga 3,5 million so'mdan arzoni. 3,5 dan deyapti ekan aka bular. Jan, bular yosh oilaga qanaqa? 4 oylik, 5 oylik tartibsiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, haqiqatan 4 oylik, 5 oylik deb ukamiz haqiqatan bo'ladigan narsani aytdi. Ba'zi insonlar yosh qo'ylarni ham 6 oylik, 7 oylik deb boryapti. Akalar, mana bular haqiqatan 4 oy, 5 oyga aytadigan variantlar. Jan, telefon nomering necha? 88 lik, hop. 752 88 33. Ukamiz insofli savdogarlar ekan, yosh biznesmen. Akalar, aloqaga chiqinglar, xudo xolasa ish bitadi.
Hurmatli obunachilar, dehqondan video qiling deysiz. Mana ukamiz uyida xonadonda boqib turgan qo'zi-qo'chqorlar, sog'liqlarini bozorga olib chiqibdi akalar. Yoshini yoshartiraman, xudo xolasa sonini ko'paytiraman deb olib chiqibdi. Narxi necha pul ekan uka buni? 6,5 million so'mdan kami bor ekan. Akalar, xudo xolasa rosa suyak buzgan variantlari ekan. Xudo xolasa yemashagini vaqtida chiroyli sababini qilib bersangiz o'sadigan paytiga yetib kelgan ekan. Oq yuzli, oq quloqli, chiroyli, sarali qo'zilar ekan akalar. Hozir buni yosh oyligini so'raymiz. Xudo xolasa ukamiz oldiga xaridorlar keldi. Akalar sariqlari zo'rlar ekan. 6,5 million so'mdan dersan aka bularni. Yosh oilaga qanaqa bularni? Bunisi ektish, bunisi qo'zi. Mana bunisi ektish, mana bu hali qo'zi ekan akalar. Aloqaga chiqsalang bo'ladi. Ukamiz telefon nomerlarini qoldiramiz, xudo xolasa. Aloqaga chiqsalang ukamiz magazinchi emas. Uyida vaqt turgan qo'ylar ekan. Ikkalasi ham bir qochi ekan, aka qo'zi hali sog'liq ekan, gap yo'q. Telefon nomering necha? 95lik 077 54 30 ha. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqinglar, ukamiz insof bilan narx qo'yib aytyapman aka. Dehqonchilik deyapti. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa ish bitadi. Hurmatli obunachilar, qo'zilari, chiroylilari, sifatlilari bozorda turibdi. Shularni video qilyapmiz sizga akalar. Xudo xolasa haqiqatan qo'zilari sifati zo'r ekan. Aka, bu narxi necha pul aka? 12 deyapti. 3 milliondan beri borasiz. Yosh oilaga qanaqa aka? Yosh oilaga qanaqa yosh oilaga? 2 oydan 3 oyga chaqirib qilsalar bo'ladi, hurmatli obunachilar. Haqiqatan qo'ylari sifatlari zo'r ekan akalar. Mana qulog'ini qaranglar, qulog'i ham butun. Aka, dehqonmisiz yo savdogarmisiz? Akamiz dehqon ekanlar. Ikkita o'rtadagi qo'chqor ekan, hurmatli obunachilar. Ikkala chekkadagilar irg'ochi ekan. Mana bozor 10,5 qilyaptimi aka? 10,5 million so'mga bermayapman deyaptilar akalar. Ustiga yurganga beraman deyaptilar. 12 million so'm ekan akalar. Hakamiz telefon nomerlarini qo'yamiz akalar. Soat millarimiz 7 dan 3 daqiqa o'tdi. Xudo xolasa 1 soat ichida video chiqadi. Akamiz telefon nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqsang, xudo xolasa ulgursalaring ulgurasizlar akalar. Bozorda sotilib ketmoqsa. Avvalo nasib akalar. Aka, telefon nomeringiz necha? 90lik, hop. 050 18 78. Xudo xolasa aka Saroy Chorva kanalidan aloqaga chiqishadi. Avvalo bozoringiz bersin. Bo'lmasa yarim soat ichida videoni qo'yamiz, aloqaga chiqishadi aka. Hurmatli obunachilar, mana aloqaga chiqinglar, xudo xolasa akamiz dehqon ekanlar. Savdogar emas ekanlar. Aloqaga chiqsang, xudo xolasa ozgina xayriga o'tib beraman deyaptilar. 12 million so'm deyaptilar ekan akalar. 10,5 million so'm bozor qilyapti, berganim yo'q deyaptilar. Aloqaga chiqinglar, qo'shqolar sifati zo'r, chiroyli ekan. Hurmatli obunachilar, akamiz dehqon. Shuning uchun to'liq ma'lumotini indaganlari yo'q, faqat so'raganimiz aytdilar. Mana bu ikkala o'rtada turganlar qo'chqor ikkalasi. Ikkalasi egizak ekan, hurmatli obunachilar. O'zimda xonadonimda tug'ilgan bular. Xudo xolasa 2 oydan 3 oygacha deyaptilar. Adashmasam, mana bu bilan nariga sog'liqlar 2 oylik, qo'chqorlar 3 oylik. Chunki gavda boshiga qarab aytyapti. Akalar, aloqaga chiqinglar, akamiz xudo xolasa dehqon ekanlar. Mana dehqondan video akalar. Akalar, mana shu qo'ylar savdosi bo'lyapti bu. Nech puldan deyapsiz aka siz? 6 kam bor, 7 kam bor. 6 million kam bor, 7 million kam bor. Aka, nech pul beryapsiz? 5 million 650 ming. 5 million 650 ming so'mdan 6 million 7 million kam bor. 5 million 650 mingdan ikkalasiga beraman deyaptilar. Akalar, ikkalasi ham irg'och qo'ylar ekan, sog'liqlar. Aka, buni yosh oilaga qanaqa tishlar? 8 tish, 6 tish. Aka, chiroyli narxda bering. Baraka bo'ldimi? Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, 5 million 650 ming so'm. 5 million 650 dan bo'ldimi aka? 5 million 700 ming so'mdan. Akalar, gavda boshi ham xudo xolasa 85 plus minusga xarid qilsa bo'ladigan sog'liqlar ekan. Aka, bular bo'g'oz emasmi? Bunisi bo'g'oz, bunisi. Mana bunisi bo'g'oz, mana bunisi qisirga beraman deyaptilar. Ikkala bittadan like bosib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, mana emishini ko'ryapsiz. Aka, bular ona bo'lami? Nech pul ekan narxi? Yaqinroq qilasam 7,5 million so'mni beraman deyaptilar. Aka, bu nechta onasi? Qo'zi. Hali qo'zimi? Hali chiqarmagan ekan. Birinchi tug'ishi ekan, hurmatli obunachilar. Bolasi necha oylik aka? 2 oylik atrofida, ya, gap yo'q. Aka, telefon nomeringiz necha?
94'lik hop 279 13 aka savdogarmisiz yo xonadoningizdagi qo'ymi bu? Akamiz savdogar ekanlar. Xudo xolasa telefon qilinglar, xudo xolasa ish bitadi. Akalar ukalar. Onasi bolasi. Bo'ldi. O'zlari ham tushdilar o'zi aka. Akamizning savdogar ekanlar. Mana ona bola qo'ya olaman deb yurgan insonlar uchun mana ona bolani chiroylilar, sifatlilar. Turchi jonivor. Akalar bolasi ham chiroyli, sifatli ekan haqiqatan. 2 oylik bo'lishiga qaramasdan 3 oyda gavdasini beraveradigan holat ekan. Akalar dumbalari ham chiroyli. Aka bozor nech pul bo'ldi? Nech pulga berib yuboramiz? 7.5 dan 7 ga yursa beramizmi? Gap yo'q, 7 ga o'tib ham beramiz deyaptilar. Akamiz nomerlarga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa 7 dan ozgina o'tib ham beraman deyaptilar akalar. Hurmatli obunachilar, qo'zini yoshroqdan boqaman degan obunachilar uchun mana yoshroq. Xudo xolasa mana yoshi sal ozgina yosh kattaroq. Aka, bularning narxi necha puldan ekan? Bular narxi 3 million 200 mingdan. 3 million 200 mingdan mana bular. Mana bularchi aka? 3 ta qo'chqor, 3 ta sovli. Ha, 3 ta qo'chqor, 3 ta irg'ochi ekan. Akalar. Bo'ldi aka mana. Biroz gapingiz. Aka bularchi? Bular 3 milliondan aka. 3 million so'mdan. Akalar bular yoshroq. Aka bularning yosh oyliklari qanaqa? 3 oylik atrofidagilar 3 million so'mdan, 4 oylik atrofidagilar 3 million 200 ming so'mdan. Hurmatli obunachilar, videodan like bosib qo'yasizlar. Aka savdogarmisiz? Savdogar. Akamiz savdogarlar. Olsangiz savdogardan oling, muammolari bartaraf ham bo'ladi. Akalar, dastavkasi, yeb ichishiga, sog'lik salomatligiga kafolatlari bilan bo'ladi. Aka telefon nomeringiz necha? 93lik hop 515 61 81. Aka manzil qayerda? Namangan tumanida aka. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, Namangan viloyati Namangan tumanida. Aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Xudo xolasa ishlaring bitadi. Aloqaga chiqinglar hurmatli obunachilar. Qo'zilarda tug'ilgani 200 dollar bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, bugun siz aziz obunachilar uchun 2 oydan o'tgan 3 oyga qadam qo'yayotgan qo'zilarda 2,5 million so'mdan topib qo'ydik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Saroy Chorva kanalining hurmatli obunachilari, qadrli kuzatuvchilar. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha arzon bozor bo'lgan Shahidon bozoriga kelganmiz. Akalar, mana sizga 2,5 million so'mdan 2 ta qo'chqor, 2 ta irg'ochi aka. 2 ta urg'och, 2 ta qo'chqor. Gap yo'q. Yosh oyligi qanaqa? 2 oylikdan o'tgan aka. 2 oylikdan o'tgan qo'zi qo'chqor sovliqlardan narxini realni 10 million so'mgami? Real 10 million kam bor. 10 million so'm kami bor. Onadan tug'ilgan qo'zichoqning narxi 200 dollar bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Ukamiz 2,5 million narx aytyapti. Magazinchi emas. Ukamiz savdogar. Kami bor deyapti akalar. Ekran ostidagi nomerlar ukamiz nomerlari. Aloqaga chiqinglar. Shunaqa arzonlarni bozor bo'yicha qidirib topib, siz aziz obunachilar YouTube kanalimizga joyladik. O'tib ko'rsangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Videodan like bosing, YouTube kanalimizga o'ting, obuna bo'ling. Uka telefon nomeringiz necha? 90'lik aka. 90'lik hop. 100 97 80. 97 80. Akalar aloqaga chiqinglar, ukamiz savdogar. Ish bitadi.